Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Amerika Kengash palatası 8-iyun günü bilet taşlab, Amerika bilan Xitoyning 40 yillik hamkorlik tarixidagi halqalıq burilish nuqtasi bo'lgan Pürküt qonuni yoki Xitoy raqobat qonuni deb atalgan geosiyosiy raqobat kuchini kuchaytirishni maqsad qilgan qonun loyihasini 32 ovozga qarshi 68 ovoz bilan ma'qullagan. Taxminan 250 milliard dollarlik selinmani o'z ichiga olgan bu loyiha Washington bilan Beijing o'rtasidagi murakkab va kunsir keskinlashayotgan munosabatning hamma tarafiga chetilgan. Bu Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atash, majburiy emgakni cheklash, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsanchiligiga qatnashgan. Tor hujumi va Amerikaning aqliy mulk huquqini o'g'irlagan Xitoy amaldorlariga qarata yangi jazolash tadbirlarini yurgizishga huquq berish qatorliq moddalarni o'z ichiga oladi ekan. Kengash palata a'zosi Chuck Schumer 8-iyun kuni, ya'ni mazkur qonun loyihasi ovoz qo'yilishining oldida so'zga chiqib, agar Amerika hech qanday ish qilmasa, uning dunyodagi hukmronlik o'rnining oxirlashadiganligini bildirgan. Amerikaning sobiq prezidenti Trump va hozirgi Joe Biden hukumatining har ikkilisi Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan bo'lsa-mu, biroq bu qitim irqiy qirg'inchilik qonun loyihasi kirgizilgan bo'lib, tunji qitim Amerika qonun loyihasi tilga olinishi bo'lgan. Mazkur qonun loyihasi Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Amerikaning texmo kaskin tadbirlarni elish talab qilinayotgan mezgilda ma'qullangan. Bu qonun loyihasi yana Amerika amaldorlarining 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashishini cheklagan. Shundaqla Xitoy Kompartiyasining hozir yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiliklariga xotima berishi, jumladan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni talab qilgan. Biroq Amerika tanarkachilarning qatnashishini ochiq-oshkor cheklamagan. Amerika Avom palatasining raisi Nancy Pelosi 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni qo'llaydiganligini bildirib, Amerika Davlat Majlisining o'zlarining necha 10 yildan beri ikki partiya va ikki palataning Xitoy hukumatini javobgarlik tortish va'dasini saqlab kelganligini va va'dasini davomlashtiradiganligini bildirgan. Bu qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanishi uchun Amerika Avom palatasining buningga o'xshash bir qonun loyihasi ma'qullashi, shundaqla uningga prezident Joe Bidenning imzo qo'yishi kerak ekan. Birlashma agentligining bildirishicha, bu qonun loyihasi prezident Joe Bidenning oldiga kelsa, uningga imzo qo'yishi aniq ekan. Gollandiyaning Danxaq shahridagi bir turkum advokatlar 10-iyun kuni xalqaro jinoiy ishlar sotiga arz sunib, Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarga qarshi jinoyatlarni tekshirish uchun maxsus o'mak tashkillash lozimligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu xalqaro advokatlar guruhining Danxaqdagi xalqaro jinoiy ishlar sotiga yo'llagan Uyg'urlar haqidagi eng yangi arzi hisoblandi ekan. Birlashma agentligining 10-iyundagi xabarda aytilishicha, xalqaro advokatlar bu qatim birlashma bayonot e'lon qilib, Tojikistondagi Uyg'urlarning hujum nishoniga aylanayotganligini, oqibatda ular tutqun qilinib, majburiy holda Xitoyga qaytarib berilayotganligini, o'zlarida buningga to'liq isbotlar borligini bildirgan. Shuningdek, Xitoy hukumatining bevosita holda Tojikistonning ichki ishlariga aralashishi amaliyotda xalqaro jinoiy ishlar sotining tekshirish doirasidagi qilmish ekanligini alohida eskartgan. Xabarda aytilishicha, 2020-yil iyulda ular bir qatim xalqaro jinoiy ishlar sotiga arz sunib, manglagan Uyg'urning Kambodja va Tojikistondan irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan Sharqiy Turkistonga majburiy qaytarilish masalasini tekshirishni talab qilgan ekan. Ammo shu vaqtda xalqaro jinoiy ishlar soti buni tekshirishning asoslari to'liq emas deb kechiktirgan ekan. Xalqaro advokatlar guruhi bu vaqt so'z qilib, bu qatim topshirgan arzdagi dalil isbotlar Uyg'urlarning Tojikistondan majburiy yo'sinda Xitoyga o'tkazib berilayotganligini to'liq isbotlaydi degan. Yaqinda Londonda ochilgan Uyg'ur sud kollegiyasining guvohlik yig'inida xalqaro advokatlar birdek Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik uchrayotdi deb ko'rsatgan. Janubiy Afrikadagi 37 yoshli ayol Gosiam Sesol 7-iyun kechda doktorxonada 10 bovoq tug'di. Ona bola hammasi bexatar bo'lib, Guinness dunyo rekordini buzgan. Sesol ilgari 6 balliq bo'lgan bo'lib, hozir jami 16 balliq bo'lgan. Johannesburgda turadigan Gosiam Sesol homila bo'lgandan keyin tekshirish orqali ko'p kezak ekanligini bilgandan keyin hammalar hayron qolgan. Tug'ut vaqtida doktor faqat uning ultra ovoz to'lqini orqali 8 bovoq ekanligini bildirgan. Ammo o'ylamagan yerdan tug'ut jarayonida 7 o'g'il, 3 qiz, jami 10 bola tug'ilgan bo'lib, ularning 5i tabiiy tug'ilgan. Qolgan 5i operatsiya qilish orqali tug'ilgan. Mustaqil taratquning raisi Iqbal Suru oila fondiga vakolatan 4 yil ichida 1 million Janubiy Afrika puli, taxminan 72 ming Amerika dollari yana qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Gosiam Sesolning 10 bovoq tug'ishi 25 yoshli Halima Sisining 4 o'g'il va 5 qiz tuqqan rekordini buzgan ekan. Utuq qozonishning siri sizning kimni tanishingizda emas, balki kimlarning sizni tanishida. Bir odamning utuq qozonish uchun egallagan bilimi faqat 15% rol o'ynaydi.
Qolgan 85% sizning qanchalik odamni tanishingizga bog'liq. Bir tanishingiz ko'p bo'lsa, bir yo'lingiz ko'p bo'ladi. Jamiyat yolg'iz kishilik naqsh sahnasi emas, balki opchiq xordir. Yolg'iz o'zingizning kuchiga tayanib utuq qozona olishingiz notayin. Kollektiv kuchi utuq qozonishning jon tomiri. Kelishgan qiyofat, yuqori so'z qobiliyati, yurishtirish joyida bo'lish. Bular albatta muhim, lekin yanil ko'payib qolmaydi. Agar sizdan bular bo'lib qo'rsqingizda hech qanday o'mash bo'lmasa, kishilarga gapingiz tetmaydi. Aqlli qarilar xuddi kunda 3 vaqt tomoq yeganga o'xshash, xuddi yonfuniga har doim to'q qachilab turganiga o'xshash, mengisiga bilim qachilaydi. O'rganishga erisman keladi. Yangilik yaratishga intiladi. Bunda qarilar mangu zamonning orqasida qolmaydi. Agishib hatto eshib mangalaydi. Erlarning hammasi go'zal, yurishtirish kishini jalb qiladigan, o'zining ko'ngliga yoqadigan qizni amirga elishni o'ylaydi. Lekin hammasining bundaq ta'lik kelishi notayin. Qizlarning ko'nglini o'tishma bir san'at. Bu hargizmi men sizga yaxshi muomala qilsamla, sizmi menga shunday qilishingiz kerak deganga o'xshamaydi. Sizning cho'qim yoqtirgan qizingizni jalb qiladigidek va uni o'zingizga qaratib, bir umr siz bilan turmush kechirishga rozi qiladigidek mahoratingiz ham texnikangiz bo'lishi kerak. Bu sizning keyingi kasb yo'lingizga yaxshi yo'l ochib beralaydi. Nikoh intayin muhim. Muhabbatlashish she'rga o'xshasa, nikoh turmushi haqiqiy reallikka o'xshaydi. Kundalik turmushda ba'zi bir to'qinishlardan xoli bo'lg'ili bo'lmaydi. Lekin siz bundaq vaqtda qanday qilib bu xil vaziyatni besiqtirish, ayolingizning so'g'uq muomalasiga qanday muomala qilish jihatda talantga ega bo'lishingiz kerak. Kang qo'rsoq bo'lib jadalning avjib ketishini tizginlashingiz kerak. Chunki jangi jadal qurmaydigan uyda muhabbat bo'lmaydi. Bo'lsa-mu muhabbat gullari barg'an sir qurishidi. Arqa o'ylingizga o't ketsa, siz xizmat jihatda normal kayfiyatni saqlay olmaysiz. Bu sizning kasbiy taraqqiyotingizga to'sqinlik qiladi. O'zining ayolini va oilasini bo'ysundiramagan hargizmi jamiyatni bo'ysundiramaydi. Kasb erlarning ikkinchi hayoti. Xizmat vaqtidagi erlar eng jalbkor keladi. Shundalar jamiyatda put taraf tura oladi va oilasining to'riki bo'la oladi. Xizmatidan ayrilsa, barliqini yo'qotib qo'ydi. Shunga cho'qim o'zida xizmatining huddidan to'liq chiqa oladigan kasbiy soha hozirlash kerak. To'g'ri bo'lgan iqtisod qarashini yetildirishingiz kerak. Hozirgi dunyoda pul bo'lmasa, nurg'un ishlarni vujudga chiqarib bo'lmaydi. Lekin shu pul bo'lgan taqdirdami, uni qanday xarjlashning o'zimi bir san'at. Mol dunyo sizni yaxshi turmushga erishtirishimi va yoki halokatga boshlashi mumkin. Shunga to'g'ri bo'lgan iqtisod qarashini yetildirish intayin muhim. Salomatlik hammaning dasmoyisi. Orzu uchun tirishish xato emas, lekin buni sog'lomlik badaliga tegishish arzimaydi. Cho'qim o'xshash muhim o'ringa qo'yish kerak. Shundaq bir manzilga yetganingizda g'albi mevangizdan huzurlangudek sog'lomligingiz bo'lishi kerak. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.